Ay! Boldan da soyunuma. İta cümekni ita. Şıvalı degenniniz ha. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kekirim. 21 asr bo'lganki, yaxshimisiz da'vadim-ku. Biz qachongacha jahonga moslashmay yashaymiz. Madaniyatga chilishib turgan ekan. O'zingiz kim bo'lsiz? Men bir odam. Ha? Qo'l ostingizda ishlayotgan yuvosh bir kala. Mandatan. Ha, degilib, mana sizni yo'tkilib kelgan idoramizga deb anglab, qin-qinimga patmay taqazoligimni kutib ketdim. Bir kelgandan keyin idorada kirmagan to'shigim qolmadi qarang. Tova. Mana uyingizga ne chiqdim bordim, 3 daqiqa oshmadi. Bu o'ylamag'an yerda oshmini ko'rib, yarim shishib qolgansiz deyman. Biroq ishingiz bormi? Yo'q, boshqa ishim yo'q, boshqa o'ylaqaman. Men faqat siz bilan ko'rishib, salom berib qo'y degan niyatda. Men azaldan o'zimning shaxsiy ishimlar tashkildan beshini og'ritib batgan banda emasman. Mana bu endi bir o'zim bir xolisimiz idorning ahvollarini ancha-muncha bunda xabarlantirib qo'y degan niyatda. Bu gapingiz intayin to'g'ri bo'ldi. Qani. O'tiraman. Qani. Keling, o'tiring. Qarang, menmo idoraga ish qilib kelgan necha kun bo'ldi. Shunday. Xizmatchilar bilan teqa to'liq tonish ketamidim. Shunday. Uning ustiga mush uy ko'chmakmi intayin ovorchilik qilganda. Nima ish qilmanga demaysiz deyman. Menga desangiz hammani gul-guli keltirdim emasman. Rahmat. Uy ko'ch shirkatiga ozroq haq berib, ko'chirib o'rlashtirib oldim. Alloh akbar. Gap-ku pulda emas, bu yerda hurmat, ko'ngil degan narsa bor emasmi? Kechib qoldik. Kerak yo'q. Endi siz bizga bosh olib keldingiz. Endi qoiduvchi idoramizga yo'g'o o'ylab binolar silinish kerak. Yana uy kuchsiz emasmi? Kuch boshimiz nima dedingiz? Emiliniz üsep keldiniz emasmi? Bizga bosh olib kelib, naq yosh qildingiz qarang. Haq gapni qilsam, biz idoramizga ko'ni boshliqlarning hammasi bog'a non qildilar. Yeb ichishdan boshqa hech nima bilmaydi haqida. Hammasilar emas-ku. Asos chatdan hammasi shunday. Asos. Andaqda aniqrog'ini aytmoqsangiz, masalan kimlar degandek? O buni nima istasamdi? Masalan, sizga o'rin bo'shatgan birinchi qo'lni olaylik. O'tib ketgan shaxsiyatchi narsa u. Atrofiga xo'shamatchilik yig'ilib, ertadan kechgacha o'zining bilgan qilganlarini bazog'i sog'ini bu. To'xtangchi. Bu qanday bo'g'ini? Men u boshliqning fazilatini ko'p anglagan. Hatto ish izlari gazet radiolarni tashviq qilgan tursa. Voy, gazet radio degan-ku, deb qo'ysa-ku, rasqaning dedi-ku. Nomus qilmasa qig'ashini televizorda bagizlatdi u. Sal oshiribdingiz. Yo'q, oshirmadim. O'ylab baqing, agar unda bo'lmagan bo'lsa, uning o'rniga boshqa birisini belgilabdi. Men o'tgandagi o'rniga boshqa birisi keldi-da. Men uni pensiyaga chiqatdi deb o'ylab. Siz boshliqingizga meningdek tushunmayotgansiz. O xizmat iqtidor jihatdan men ustoz, yosh jihatni elib aytganda men aka bo'ladi. To'g'ri. Men ko'ni boshlig'imni obdan tushunaman qarang. Nima? Hakikatni qilsam, men hamma ishdan oldikaniga sapsilib odatimga aytaman. Bayerda gapimni oyoq tushib qolsa, siz gap boshlab qoldingiz. Agar sal taqrir qilib turgan bo'lsangiz, men boshlig'imning ta'rifini ortiqchiliklar bilan tamomlamoqchi edim. Meni o ko'ni boshlig'imning kamchiligini deyishimdagi sabab Said Jamalning go'zalligini texmi namoyon qilish uchun uni yeniga satarak birsini qo'yib qo'ygandek ishdim. Mandada. Meni ko'ni boshlig'imni bir yaxshi ko'rdi meni nomzodlik ko'rsatdi. Ishxonasi kirib paranglashgan. Men uni rad qilgandim. Demak qilgani men bu boshliqni bak yaxshi ko'raman. Lekin men boshliq bo'lishni toza o'zimga muvofiq ko'rmadim. Meniki nimda gap qilsam bu yoqqa qarab tursiz. Ko'ramay o'tamsiz? Nimani? Balına. Su oynayotgan shumni demsiz? Nima dedingiz? Shumni deyman. Shundoq. Aniqrog'ini aytganda, jumak echilib, to'xtamay eqiyotgan turbi suvga diqqat qilyapman. Suvga? Desam demisam, shum ichayotgan gap turbini. Beriblar qumga kitkin tepiblar, jumakni ketkilayman. To'xtang. Jumakni bola ochgan taqdirdimi, cho'nglar etib etish kerak edi.
Bayatın bir qarab tursam, nechisi yutib ketdi. Bir sizning bu jumakni yetish xiyolingmi ekanmi? Ay, qo'yinglar bunda shaxsiy nima deyman. O'zining uyini jumakiga qilibsan, yo suv satini ta'til kayning burab turishni olmaydi, axir. G'alati gap bo'ldi-ku. Ya g'alitlik his qilmam. Bu davlatningda g'ajilig'ini. Men ne chiqdim dedim tashkilga. Idoramizning qo'rovlarga gulgiya tamayli, daraxt qishmayli, chimlik qilmasa unimayman qildi. Buni bana qilib mahaq, balkonlarga, uylarga terib olgan gullarga bunisi sug'ag'in turibsin-chi. Xuddi osmondan soat yomg'ir yog'ayotgandek. Manda ishlan badan. Bu mamdigan, ha? Ben dedim bu sizga, mana qarang, o'ylab qarang. Bu xalqqa o'tib ketgan ash xo'shamatchi xalq deyman. Mana endi siz bizga boshlab keldingizmi? Ha, mana endi ko'rsiz, sizni mehmon qilishni boshlaydi bu xalq. Numus qilmay. Men o'zimni olsam, mening bu katta restoranlarda mehmon qilishligim bor. Ammo lekin men qilmayman. Nemishqa degan chaqda, mening bu ota bobomning qilida shaxsiyatchilikning bakteriyalari yo'q. Mesela taza o'tdagan chaqda ha deb tarasi tatib, to'ri taqib deb, mana mana ishni ko'ram. Sizni oyimsak bo'lmaydi emasmisiz? To'g'ri. Bu gapingiz intayin o'rinli. To'g'riman. Berib jumakni aniga deb mo'ngchay. Ay, to'xtang. Biz biroz kutaylik. Meningcha, davlat mulkiga kuyindiganlarning chiqmaydiganligiga ishonmayman. To'g'ri. Men shu qarashda. Bu apla, shuni azroq asib bo'lmam deyman, shuni deyman. Sharilditib odamning yurkini etishtirib, suv o'ynaganga to'y deb apirib gilni bo'g'abli daryoga tashlaysam, qonimda chiqdim men shuni. Bu cho'nglar ko'ngli bilmayotgan yerda kichik bola qanday ranjigular? Qanday kichik bola ul deydi, 5 yil testumam deydi. Ertaga maktab bordi degan gap. Shart qilsa yo'g'olib agish degan gap. Bu shunda. Ey, mana tarbiya ko'rmagan, yasli ko'rmagan shumkan, buni o'qitgan muallimning jiniga vayjima. Kimdan? Muallimning deyman. Bir yerini zaxmlantirmamizlar, kichik bolaning sho'q bo'lishi normal ish-ku. Ya, shuni tarbiyalagan odamning jiniga vayjima. Zinni jak to'yg'izdir mana. Qara. Aptining sertkini, chiroyning shaltoq menetkini. Mana alpozli bu onasi bu tajbir bo'lumsiz o'tmoqsaydi mana. Anchulam emas-ku. Ya, shunda men mehnat yuzlardan pastgina alpozning bu onasining zirginishini qalbini ko'rib olib bo'ldim. Bunda qarab turcha, qarab. Siz o bolaning onasi bilmayotgansiz. Ya bilmayman, bilgim yo'q. Bunda qasma xotinlar bilgim yo'q deyman men. Xotinlar baqa mana alpozir balaning qiyaptirin baqa. Bu ayolning usti bishilan, ashu qazon bishi o'xshashi kir qasma xotinlarda bor dedim. Bo'p qoldigan yerlarmi bordi? Kisbetima bo'lmaydi, yo'q bo'lmaydi. Qarang. Endi lay o'ynagan turdi. Qaragan manqillardan pildirlab turgani. Ya, et o'tmaydi. Ya be, kichik yut o'tmaydi adam ko'nglilashadi. Bo'lmasa, siz berib et o'tdilamsiz ya. Menma? Ha? Men et o'tamdan. Agar et tutish to'g'ri kelsa, dadisiga lamzali berib et o'tsin buni. G'alati gap bo'ldi-ku bu. G'alitlik his qilmam. Siz anglamaganmi? Bunda sho'q bilan dadisi go'mishkilarmishda? Mana. Hozir anglayapman. Anglatam sen. Demak bu turmushda ajoyib ishlar yo'liqsizcha. Bu dunyo deganda arkadaşlar yo'liq tursin. Mana shunga o'xshash. Appalla. Mana bola tarbiyalashda hammada dodining mas'uliyati bak muhim. Bo'libmi manda mana shuni tarbiyalashda da mana. Manda gap bordan. Shundaq bilan bo'lmamdigan o'ylab baqing. Mana ma bola cho'ng'os nim bo'lmoqchi. Nim bo'lmoqchi. O'g'ir bo'lsa qarab suldan kuydamoq. Qarab bir itot kun ko'rdingizmi bizga ko'rdim. Ma'g'o jamiyatimizda qalam qildigan rasmiy qatilib kuydamoq shu ma'lum. Hey, endi bo'ldiqsiz ularniki. Bo'ldi qilamaydi, qanday bo'ldi qila olasiz? Biz alfazi bo'ldi qila olamsiz. O'ylab baqing. Hammani qilgan dada. To'ra. Dada. Men agar podshoh bo'lib qoladigan bo'lsam, mushundoq marashimni tarbiyalagan shu dadini birinchi bo'lib da'vosiz dedim men buni baqo. Voy, nima deb joylab o'tsangiz? U mening bolam. Sizning bolangiz? Ishonmayapsiz? Yo'q, ishonmaydigan nima etdim men mening. Kanjitayingiz kanda? Qara. Anam. Qara qiliqlaring tatliqni. Nima degan umaq bola bu? Bola bo'lsa, sho'q bo'lsa, bo'lmasa, yo'q bo'lsa da biga aytmabsiz. Endi bo'ldi qiling. Birdamdan o'qitibdim, bu o'qitib qo'yib turtingizmi? Endi janubiy qutb bilan shimoliy qutb o'xshashli muzg'u. Bayatin degan gaplarimning hammasi 0 o'sroq bo'lgan. Ya, bo'p qoldigan yerlarmi? Hargiz bo'lmaydi. O gaplarimning hammasi bo'lmaydi. Men agar oldingizda shu xo'shamat bo'lib qolamga deb qo'rqmasam, berib pildirlab turgan yerga cho'k kirib suyab qo'ydim. Sal oshirib yetdingiz-a?
Ya aşırı etmeyeceğim, aşırı etmeyeceğim. Özünüz öyle bakın. Mesela biz ballarına pakiz baksa, hammadamın köylüsü düşündük mı? Ana, şu başkalarının sözlep tiltik etmesin deyip, böyle paşkırı bakkan gap, toğra. Günah mende. Mening de anısı ballarına takir bakıran Allah'ın bağlılığını bilmeyenliğimdi değil mi? Sizce Eliqi darğaslagan dadını qanday qilish kerak? Adamda hızlılık qilmisingizcha. Mening shu tilimni kestirasam zaten. Hadi qo'yib bersam, hamma narsa üstüme deydigan mungisi do'qqiga aylanib qoldi. Do'qqini ham yaxshi taraflari bag'anda ancha-muncha qo'shiq qilsangiz yerlaringizni ag'dirib turdi. Uningga sirtliqlarni tilga ag'irmaydi. Qiziq gapildi ekansiz. Emas, qiziq demadim. Ma balada baga ajoyib bir xil sekriy jalbgarlikni isbotimi. Ma bala cho'ng bo'lsa aylanib Nobel mukofot. Nobel degan bala dema, Nobel degan bala bu. Siz shunda qaraysiz. Qaram siz deysiz-ku, bilib tumanda bo'ldi. Bu balaning alamati bor. Men ey Hannas, ma bal cho'ngildan emas bu. Ajoyib bir cho'ng bir ishon qo'zg'aydigan bala bu. Masalan, hozir men dunyoda olimlar hal qilmayotgan masala shundan chiqdi. Kim biladi, aşı hammani yug'uriblar, hammani shu balangizni hal qilamdan, masalan, qanatsiz aeroplan, chaqsiz mashina, yiqilg'isiz paraxod, to'g'ri. Partlamaydigan bomba deganlar balangizni ijod qiladi. Endi boldiqsiz ularmiki? Yelimi o'z balam bo'lmag'ini. Bu nimanda abi siz? Qanday sizning balangiz bo'lmaydi, sizga qo'shib qo'ygandek o'xshash tumanda. Mening burunqi ayolim qazo qilgandan keyin qayta o'ylanganligimni anglagan bo'g'idingiz? Vay, makallamni astagfirullah. Ağlığa. Size bir küçük bir kız olmayı baktı da bala. Kichikroq bir cho'kam to'y qilib turgan, lekin balangizda bor ekan mana. Bu bala ikkinchi ayolimning burunqi erdan bo'lgan bala. Nimanda gipim qo'lashmaydigan aytganingiz desam, asli o'gay balangiz ekan-da bu. Nima? O'gay bala emasmikan? Kim unda dedi? O'gay balaning o'z baldimi qiliqlari tatliq bo'ladi. Ana haqiqatni qilsam, endi men bu yerda turmayman. Siz ishingizni qilavering. Buning degan asaqamga o'zim qarayman. Xotirjam bo'ling. Bunga o'zim qarayman. Abali Sunubek ojiq o'ynab ketdi. Angiz ish ketmasin. Siz xotirjam bo'ling, o'zim qilaman. Jinim taqab. To'xtang.